Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz begobodliklar. Bu yerni 1-2 video qilgan edik. Albatta, bu yo'limiz mana basseynni oldi. Go'rbalnisadan bozorga qarab ketish yo'li. Endi yo'q narsani namoyish qilmayapmiz-da, misol uchun. O'zimizning kanalimiz orqali. Bu yerda mana bu archa o'tgan yili yam-yashil bo'lib turgan edi. Begobod shahar ekologiyasi mana shu holatni ko'rmayapsizlarmi? Holatni qarang. Daraxtlar oppoq rangga kirib qolgan. Daraxtlar oppoq rangda. Bu nima ahvol desak mubolag'a bo'lmaydi-da, holatni ko'ringlar. Yo'l bu yoqda changib yotibdi, suv sepib turish kerak. Daraxtlar suv quyilmaganiga ancha vaqtlar bo'lgan. Iltimos sizlardan Begobod shahar mutasaddilari iltimos qilamiz. Mana shu daraxtlarga suv quyish kerak. Bu Begobodimizni, ya'ni bizni o'pkamiz sanaladi. Mana shulardan bular kislorod chiqaradi, biz nafas olamiz. Havomiz toza bo'lishi uchun hissasini qo'shadi shu daraxtlar. Nimaga shu daraxtlarga e'tibor berilmayapti? Yo'llar changishini oqibatida mana shu daraxtlarimiz boshidan oxirigacha oppoq rangga kirgan, mana ko'rib turishingiz mumkin. Boshidan og'in naryoqqa sal menimcha obodonlashtirish tomonidan ko'kalamzorlashtirilgan, lekin bu yog'ini ko'rib turibmiz. Hech bo'lmasa har bir daraxtga bizda Begobodimizda suv quyadigan mashinalar yo'qmi? Shalangda bitta atrofini ochib suv quyadigan. Gapirmasa bo'lmaydigan holatda mana bor narsani ko'rsatyapmiz. O'tib ketyapib, shu yerda ko'z yumib o'tib keta olmadim. Ekologiya rahbariyatiga murojaat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi ekologiya rahbariyatiga iltimos qilamiz. Rasul Ko'shirboyev, iltimos sizdan. Mana shu videomizni ko'rsangiz e'tiborsiz qoldirmang. Mana suv quyilmaganiga ancha vaqt bo'lgan. Archalar va boshqa daraxtlar qurish arafasida turibdi. Mana shu yo'lning orqasidan bo'lyapti-da endi baribir. To'g'ri, bu yerga kalodis qilyapti. Yo'lni bir narsa demaymiz. Yo'l vaqti bilan bo'ladi. Sekin-sekin bo'lyapti. Lekin mana shu daraxtlarga be'tibor bo'lish qanday tushunish mumkin? Nima munosabat bildirasizlar, obunachilar, sizlardan ham kutib qolamiz izohlarni. Salomat bo'linglar. Gaplarim noto'g'ri bo'lsa, ixtiyor noto'g'ri gapiryapsan deylar. Bu daraxtlar bizni kelajak avlodimizni, bolalarimiz va nevaralarimizni kelajagi kislorod chiqarib beradi daraxtlar. Tushundilaringiz deb o'ylayman. Men tomondan noto'g'ri gaplar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Rahmat, salomat bo'linglar.